qo'ydim. Munosabatdagi singlim yo'q. Sen haqoratligini sening dadang jumo deb qo'yay. 14-qism. Kim qilsa o'ziga qiladi. Xizmat ishlaring qanday ketyapti Merdan? Uzun bo'pti, sen bilan ahvollashmoqli. Yaqindan buyon aldirash ishlayapmiz adash. Mara sencho, burun xizmat o'rnida ishlayapsan. Dadamning ahvoli-chi, qanaqa arkadaş? Men hozir shu burunqi xizmat o'rnimda ishlayapman. Dadamning ahvoli yomon emas. Hozir cho'ng uyda birga turyapman. Ha, yaxshi bo'pti adash. Dadamning holidan yaxshi xabar olgin. Ota-ona degandan bir vaqtda qadrini bilmaydi ekanmiz adash. Keyin pushaymonda qoladi ekanmiz. Dadamning qishida sen bo'lgan bo'lsang, dadam sendan xo'shab qoladi. Haras, meni bir ashla izlagan bitan. Rostini desam adash. Inim varisini bilasan-ku. O hozir sen ishlayotgan saqchixonada tutib turilyapti. O'g'irlik dilosi bilan kirib qopti. Bayam xizmat o'rnida bu gaplarni deyammidim. Tafsiliy ahvolni uqib boqay deb seni izlashim. Ha, bo'laqtigina. Bir necha kunning oldida bizning ishxonadagilar bir materialni kiribdi ekan. Bu materialni men ko'rgan. Bu materiallik odamning ismi Varis ekan. Lekin u Varisning sening ining varisligini xiyolimga keltirib boqmabdim adash. Lekin xotirjam bo'l adash. Bu o'g'irlik dilosini planlovchilar boshqalar ekan. Hozir gumonliq ishga odamni tekshiryapmiz. Bir ish kungacha tekshirib aniqlangandan keyin balki mening inakroq holatni bir taraf qilishi mumkin. Balki ansab ketma adash. Menga muhimi ining yenib chiqqanda uni yaxshiroq tarbiya qil. Bo'ldi, qilay adash. Vay? Varis ukam qanavalan yaxshimi? Qisni tutib turish o'rnidan chiqqanligingda xabar topdim. As oldin o'zim bormoqchidim ukam. Xizmatim aldirishib qoldi. Haras. Yanında adam bormi yo'qmi? Yo'q, qochib berisi yo'q. Chaqla. Hey. Nemisin deyman ukam. Samimizning kichiki. Sen o'ylasam ishim shuncha ochiq bo'ladi. Bizgo xizmatimiz bor deb baralda yaxshi yutyapmiz. Lekin sen shuncha jafo tortyapsan ukam. Voy, nima gapida gash-gash debamsa? Achchiqlanma ukam. Men seni o'ylayapman. Rostini desam, dadam sen ancha ko'ngil bilib ketmaydi. Farruq deb akamni cho'ng bildi. Mana hozir qarg'an ukam. Sen uyda yo'q. Cho'ng'uyda bo'layotgan ishlarga akam bilan yengam dadamni boqaman degan bahona qilib cho'ng'uy ko'chib keldi. Ularning dadamdan qolgan uy-joy mulkni ko'zlab kelgani mana men deb turmamdi. Jinim ukam, dadamning bir necha kunlik qoldi. Agar dadam o'lib ketsa, qo'ruvchilar santa bo'ladi emasmi ukam? Şuna kallanı sərgək tut. Tushundingmi? Nima? Nim deding? Tag'in mushundaq shiroatligina bu oyda. Xap to'xtab tur. Mantiq hayot. Kimkan bu qo'rajani qilib olgan? Adaş kötürülüğünün nime o? Sihir girim buyumu ayolimga aytmoqdim. Ayolim tulu gipini qilib beshimni og'ritayotgan sihirlik girim buyumlari mushikanda asla. Sihirlik emas, sihri adaş. Sen ayolimga aytramsan? Unda olsa adaş, mana men ayolimga ag'ash ketay. Ikkimiz og'in olgan ekansan, ayolimga boshqasini olib adaş. Atay bu nima qilganing? Agar sotib olaman deb qolsang, Qarqashnoya Munatuvdagi aynak binoga joylashgan sihriy girim buyumlarni maxsus sotishdi. Buni borsang, shu yerni sotib ola olaysan emasmi? Bo'lmasa telefon qilib sotib olsang bo'ldi. Telefon nomeri 181 49 88 88 77. Varis. Nima bo'ldi? Chiroying o'zgarib ketibdi. Kızım,
Varis hakkınız keldi. Kirib ananızı chaqirib chiqamsiz. Ma'qul. Varis ukam qanday ahvolingіз, tan salomatligingiz yaxshimi? Sizni bek ko'rgimiz keldi. Tan salomatligim yaxshi. Herhalde o'lib qolmadim. Nim deyapsan Varis? Yengang sendan ahvol so'rasa mushunda javob beramsa? Mushuma seni o'zgarganing? Bo'ldi qilingan Farruh. Hech bo'lg'ini yo'q-ku. Gapimni sen qo'yib angla janim ukam. Bika yo'q ishlarga aralashib, tutib turish o'rnida 15 kun yetib chiqding. O'g'irlangan molning pulini senmi xarjlab turgansa, ziyanlanuvchilarga 10 ming yuan to'lab berdim. O'g'irlik degan yaxshi nom emas. Endi bunday ishlar yuz bermasin. Qalaymiqan odamlarga aralashma. Dadamni meni xotirjam qilgan janim ukam. 快手，拥抱每一种生活。